Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Avvalambor hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik tilaymiz. Ilohim ikki dunyo saodatiga erishingizlar. Mana bizlarni yigitlarimiz musofir yurtda yurib, mana shunday mashaqqatlar bilan ish qilishibdi. Allohim ularni ishiga, kasbiga barakotlar bersin. Eson omon qaytib kelishsin. Mana shunday musofir yurtda yurgan barcha farzandlarimizni Alloh o'z panohida asrasin, igit pirla qo'llasin. Shu so'zimga qo'shilgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, shu yigitlar uchun musofir yurtda yurgan jumlai mo'min musulmonni Alloh o'zi asrasin. Bitta like bosasizlar degan umidda bizlar do'stlar. Musofir yurtda yurgan barcha aka-ukalarimiz Ilohim sog' salomat bo'lishsin. Eson omon ona vatanga qaytib to'ylar qilishsin, to'ylarga borib xizmat qilish hammamizga ro'zi nasib aylasin. Do'stlar, like bosamiz, buni qarang. Haqiqatdan mashaqqatli ishlar bilan yuribdi yigitlarimiz. Allohga omonatsizlar. Musofir yurtda yurgan aka-uka, opa-singillar, qizlarimiz, farzandlarimiz sog' salomat bo'linglar. Alloh ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Ilohim amin. Musofirlik boshimizda, mazza yo'qdir oshimizda, engullagan yoshimizda, musofirda yuribmizda. Musofirlik boshimizda, mazza yo'qdir oshimizda, engullagan yoshimizda, musofirda yuribmizda. Mo'min biz, musulmon biz, to'g'ri yurgan inson biz. O'zga yurtdan bezormiz, musofirmiz. Mo'min biz, musulmon biz, to'g'ri yurgan inson biz. O'zga yurtdan bezormiz, musofirda yuribmizda. Sog'inib yig'lagim kelar, Alloh o'zi sabrni berar. Yo'q, sog'inib yig'lagim kelar, Alloh o'zi sabrni berar. Boshga tushganini ko'z ko'rar, musofirimiz farzandim dunyoga keldi, hali uni ko'rganim yo'q. Bir bor olib o'z qo'limga, bag'rimga ham bosganim yo'q. Bugun mana 4 yosh bo'ldi, kutib umidlari so'ndi. Dadajon deb bag'rim tildi, musofirda yuribmizda. Mo'min biz, musulmon biz, to'g'ri yurgan inson biz. O'zga yurtdan bezormiz, musofirmiz. Mo'min biz, musulmon biz, to'g'ri yurgan inson biz. O'zga yurtdan bezormiz, musofirda yuribmizda. Musofirlik boshimizda,